Yaxshi mashin, xarajat taraflama sonisi ekonomичныйroq. Donusga nisbatan. Shuning uchun ham ko'chada sonusga talab ko'proq. Agar realni ko'ring, sotaman degan umid bilan kelgan bo'lsangiz, qarang, o'zingizga qo'yib beraman, 20 dan necha pul o'tib berasiz? Yo'q, 20 dan kam bo'lmaydi. Mehr berganman aka. Qayerga? Birinchi mashinam bo'lgan, o'zi taxlanganda. Qayerga bergansiz mehr? Yangi balon qo'yilgan, yangi 1 oy bo'ldi qo'yganim aka. Yana qayerga bergansiz mehr? Motorni o'tgan yil chiqqanman. Hop. Kam yo'q, savdodan oldin aytishingizdan chiqib ketdi. Korobkasida ishi bor lekin. Yo'q. 2 dan chiqib ketadi-da, shuni aytaymi. A, mehr bermagan ekan sizga. Endi to'y qilyapman-da, hozir shundan qila olmayman. Hozir to'yga mehr beraman deng. To'yga qancha sarflasa ketaveradi. To'y bo'lib qoldi-da, sotyapman. O'zim 2 dan chiqaradi dedingiz-a? 2 dan chiqarib beradi. Ovoz yo'qmi? Ovoz yo'q. Bitta shu ayda shu 2 dan chiqarib beradi. Boshqa hamma joyga javob. Padovoy, motor. Mayli. Benzinda ham cho't. Malades. Aybini aytib sotdingiz, mol sotgan aybini aytib sotdingiz, aybini aytdingiz aka. Olgan odam aybini qilib oladi. Kimgadir ma'qul kelsa oladi aka. Shunday, xohlasa oladi. Lekin buni narxini endi kelishtirib berasiz. Korobkani o'zi ham 2 million so'm ketadi aka. Ustaga bordim, 1,5 million ketadi dedi. O'zim ko'rsatdim, Ko'rdingizmi? qildiraman dedim-da, lekin Usta 1,5 million ketadi dedimi? Ochgandan keyin uni yana nimasidir ketib dedi, 2 million so'm ketadi. Chunki boshimdan o'tgan, aytdim-da, taxminiy shot qilib aytdim. bo'lishi ham mumkin, bilmayman, ochilmagan endi. Suyulmagan qovun. Shuning uchun o'zingiz insof sari necha pul qilib berasiz? Kelishtirib bir guring ayting. Normal narx bo'ldi, keling. Yo'q, unga ozroq balandroq bo'ladi. Keling, mana bitta narx so'rab, 1 million bilan kondisioneri ham ishlaydi. kondisioneri bor. Ishlamasa bekorda. 1 million bilan ishlaydi. Olgan odam ham bir 3 million xarajat qilsa, umuman kam bo'lmaydi. Bemalol kondisionerda yuradi. Havo issiq, uying qanday desa, yaxta kondisionering bormi desa, bor, lekin ishlamaydi deganday bo'lyapti-da hozir. Buni ham hozir ozroq xarajati bor. Hamma narsaga ham siz mehr berganman deyapsiz-ki, mehr degani pul degani. Pul ishlatganman, xarajat qilganman deyapsiz. Olgan odam ham bunga mehr berish kerak. Hali bu mehrga muhtoj bu. Kondisionerni ishlatadi, kondisionerni ishlatadi, korobkasini to'g'rilatadi, yana nimadir melchapkalarni to'g'rilatadi, xarajati bor. Endi eski mashin, yangi mashin emas, salondan chiqadigan. Shunday. Ish mashinada. Ha, shu temir. Kelishtirib, insof sari o'zingiz necha pul o'tib bera olasiz? Mana mayli 15 ga to'xtab qolmayman, siz ham 20 ga qotib qolmang. Lekin bu narxni aytyapman. Yo'q, unga balandroq bo'ladi. Akajon, qarang. Qo'shasizmi deyapman, siz yana pastga tushirib beryapsiz. Ya agar qo'shiladigan 20 lik mashin bo'lganda men bir og'izga 20 so'ragan bo'lardi. Hozirgi narx-navo shunday ekan. Do'stim, keling bir ish qilamiz. Bir ish qilamiz. Men ham qo'shaman, qo'shmayman emas, qo'shaman, lekin undan ortiqqa qo'sha olmayman. Oxirgi tochga nuqtani qo'yaman. Agar bo'ladi desangiz, rozi bo'lib bersangiz, 17 million so'm beraman, olib qolaman. Rozi bo'lib bering, ochiq ko'ngil bilan. Qolgan xarajatini o'zi xarajat qilinadi aka. Olgan odam baraka topsin. Kamlik qiladi. Kamlik qilmaydi. Kamimiz to'lmaydi, qarang. Kamimiz to'lmaydi. Qancha xarajat qilsa ham kamimiz to'lmaydi. Rozi bo'lib bering, olgan odam ham baraka topsin aka. Baraka topadi aka. Shunda ham 20 ga olgan taqdirda ham 2 marta baraka topadi. Baraka topsin aka. 10 million olsa ham baraka topsin. Siz puldan baraka toping. Sizga hozir 100 million pul bersam-da barakasi bo'lmasa, u 1 so'mga qimmat aka. Sal kamlik qiladi. Sal qo'ying. Salini qarang, puldan baraka toping, pul barakali bo'lsin, og'zini Xudo to'ldirsin. Rozimisiz? Barakangiz bormi? Do'stim, qattiq bo'lmang, savdomiz yengil bo'lsin. Qattiq emas aka, sal mashina Endi xarajati ham bor-da. Qarang, 15-16 million so'ramadim, 17 million so'm so'radim. Sotib olish bo'lsa ham, oldi sotdi qilganda ham 26 shunday borib qoladi dedingiz. To'ppa-to'g'ri, keyin 10 million so'm so'ragan bo'ladim-da. Pastga tushgan. Aka, Matizlar Instagramdan ko'rib olaman, bunday pastga olmaysiz-ku. 2008lar, 2005, 98lar siz aytgan narxga olyapti, 15, 14, 13 ham olyapti. Qarang, adashib ketdi, 98 Matiz yo'q, unday demang. Ya, Nexia'ni demoqchi-edim-da. Adashib ketdingiz. Adashib ketdingiz. Oxiri Nexia. Qarang, Full variantda. Bonus bo'lsa ham 1.6 bo'lganda ham 7 millionlik Nexia'larni ham ko'rdingizmi? Ko'rdim. Ha? Nima ana shu Nexia'lar haqida gapirmayapsiz? Sastyanaga ham bor. Shuning uchun ham 7 million so'm.
u Nexia'dan nechta berasiz sizni mashinangiz puli? Ikkitadan yana ortiqcha добавочный puli ham qoladi. Qarang, shu holati sal ajralib turgani uchun so'rayapman. Do'stim, rozi bo'lib bering. Men ham 500 ming 1 million qilmadim. Oxirgi nuqtani gapiraman dedim, mujikcha gapirdim. Rozi bo'lib bering, olgan odam bundan baraka topsin. Endi eski mashin. 20 dan 1 million o'tib bera olaman. Ay yo'q, qarang, men yaxshi pul so'radim lekin. Yaxshi pul so'radim. Yaxshi so'radingiz endi. Kam demang, kamini Alloh to'ldirsin. Xarajatlari bor. Xarajatini qilib olsin aka olgan odam. Shu sizdan olgan texnika yedirish kerak. Xarajatini siz umidvor bo'lyapsizki, shu siz qilib kelmaganini shu olgan odam qilib olsin aka, rozi bo'lib bering, ochiq ko'ngillik bilan. Yana qayerdan qaytib Nimadan shu aytganini o'tib beraman. Yo'q, unga baland bo'lib ketadi. U bitta generalning o'zi bilan 20 dan o'tib ketadi aka. Bitta generalning o'zi bilan korobkasi, qolgan xarajati aka zo'r narx bo'ldi. Zo'r narx bo'ldi. U ham shugunkilik savdom, rozi bo'lib bering. Qarang, men sizdan olib ko'p pul qo'yib sotmayman. 500 ming so'm qo'yib sotaman aka. Agar peshona yozilgan bo'lsa, olaman shu mashinangizni. Taqdir qilgan bo'lsa, o'sha 500 ming so'm yeyman. Rozi bo'lib bering, 17 millionga olaman, 17,5 million sotuvga qo'yaman. Kimdir olsa, shu yerda o'zi ishingiz hal bo'lib ketadi aka. Agar kimdir olmasa ham, shu yoqqa 17 million 500 qilib yozib qo'yaman. Qarang. 18 ga o'zim bermamni. Qishloqdashimga bermay kelyapti. Oshnamga bermamni 18 ga. Oshnangizga bermadingiz, to'g'rimi? Oshnangizga keyin ikkita korobkani qilib berasiz, keyin hadovati qilib berasiz. Ana shunday yuraverasiz. Tembol to'y qilyapman deysiz, har kun ustaxonama og'ayning oldida yurasiz-da keyin. To'yga ham boramiz hali. Lekin haqiqatdan ham 17-chi to'yda ham icha qo'shasiz lekin. 19 kundan 2 kun bor, 2 kun haq beraman. Ha yo'q, 2 kun borsa ishdan qolib ketaman. Rozi bo'lib bering aka, hazillashamiz-da. 9 ga yarasha haq beraman aka. Ya, haq berish bo'lsa, men o'zim ham sizga haq beraman aka. Mashinaga aralashtirmaymiz. Tonish bilish, aka-uka bo'lib qolaylik. Hazil-huzul boya gaplar. Mashina narxi 17 million so'm zo'r narx so'radim, rozi bo'lib bering aka. Sal yuring aka, qatib qolmang. Qarang, siz 1 million so'm yurdingiz-da. Men 2 million so'm birdan oxirgi Toshkentda birdan qo'shdim aka. 24-23 lar ko'ngillik ko'raman. Yo'q. Xarajatiga deb 3 million 20 dedim. Yana tishyapman. Sal yuring. Bitta yuryapsiz, qolyapsiz. Qarang, Instagram kuzatib borasiz-a o'zingiz? Faolsiz-a? 2009, 2010, 20, 22 ga ham olaman. 20, 22 Nexia 2 ham olaman. Ularning korobkasi ham yaxshi. Siz bir narsani to'g'ri tushuning, men mashinangizda patolog narxini so'radim. Sal qo'shing. Qo'shiladigan joyi bo'lganda qo'shadim. Kam emas aka. Rozi bo'lib bering, kamini Alloh to'ldirsin aka. Kam demang. Puldan baraka toping, pul barakali bo'lsin. Qarang, ochiq ko'ngillik bilan bering, lekin boshqa qo'sha olmayman. Agar qo'shishni nimasi bo'lganda men qo'shgan bo'lardim. Rozi bo'lib bering aka. Barakangiz bormi? Endi mayli, bitta gap qaytargandan foyda yo'q. Agar to'g'ri kelsa bering. Bemalol. Sizga ham, meni ham o'zim xarajatim. Yarmini ham ko'tarmaydi. Sal. Bilib turibman, 1 million so'm qo'shtirmoqchisiz, lekin unga qo'shtirib bo'lmaydi. Xarajati bor-da aka. 500 ming 1 millionga qattiqlik qilmay bering. Xarajatiga o'tib beryapman. Shuncha o'tib beryapman. Siz ham qotib qolmang. Men shu gapingizga qotib qolmang degan gapingiz uchun yuraman. 17,5 million so'm beraman, 500 ming so'm qo'yib sotaman. Rozi bo'lib bering. Barakangiz bormi? Baraka. Bo'ldi, baraka. Nega berasiz shuni menga bering. Faqat shartim bor. Motorlarni ko'rsatamiz. Ana korobkalarni qancha ketadi. Tushundingiz? Qarang. Yo'q, qancha ketadi emas. Aka, unday guring qilmang. Bo'lmasa olmayman mashinani. Korobkasini aytibdi. Qancha ketishi so'yilmagan qovun. Peshonangizga bo'lsa, motorlarni qolgan joylarni ko'rsatamiz. motorni yaxshi, xohlasangiz ko'rsating, farqi yo'q. Yo'q, qarang. Bu yoqqa olib chiqib ketgandan keyin, bu yerda unday edi, bunday edi, boshini qotiradigansiz, indamang. Shu mashina menga qolaversin. Motor ketgan bo'lsa ham roziman aka. To'xta, ha. Ko'nglingiz ursa oling, ko'nglingiz urmasa indamay turaversin mashina. Bu yoqqa hozir bu yoqdan chiqib ketgandan keyin, bu yoqqa ketgandan keyin, men bu odam to'y uchun sotaman deb kelyapti. To'y uchun sotaman deb kelyapti. Olib chiqqandan keyin bu odam boshini qotirib taylamang. Ma'qul kelsa, baribir korobka ana motorlarni ko'rsatishim kerak-da. bo'ldi akajon. Men motorni aytaman, motor yaxshi ekan.
korobkasini qilasiz. Hadoylarni haydagan vaqtingiz endi qanday hadoy? Mana o'z ochiq ko'ngil bilan ayting. O'rta holda. Qarang. O'rta holda, ha? Ana uni nima edi? Balonni sroki bormi balon? Gaz balon. Texpasportingizni shunday olingda, registratsiya qildiring, ichkariga bo'ldi. Aka sizga to'g'ri kelmayapti mana shu. Men olaman. Qayerdan sizdik? Begotdan. Beki Toshkentdanmisiz? Toshkent Ha? viloyati Begot shahar. Qachon keluvdingiz? Kecha kechqurun kelganman, yozib qo'yganman sizlar Ha, bilan. shu yoqda O'zi Damas olaman deb keldim. Damas chiqmadi-ku yana. Nexia boryapman mana. Sizni taqdiringizga shu mashina yozilgan Ha, ekan. shu. 2008-yil 1.5. Ha. Aybini eshitdingizmi? Aybi shu korobka 2dan chiqib ketar ekan. 2dan chiqib ketay ekan, ha. Bu odamga Boshqa hech aybi qanday yo'qmi? bu odamga hech qanday e'tiroz E'tiroz yo'q, e'tiroz Ha? yo'q. Aka yaxshi kunlar meni. Rahmat. Sog' bo'ling. Akajon, 500 ming so'm qo'yib sotdim.